Demak, birinchi misol. Xo'p, tarozi zo'r. Tarozi pallasi 81% vasiyat emas. Chap tarafdagi rux qo'rimlari solib tarozining muvozanati keltirildi. Nam sharoitda har bir modda qolgandan so'ng muvozanat buzildi. Xo'p, nam havoda rux oksidlangan. Xo'p, bu ko'rsatkichlar tarozining chap pallasini qizdirilib, qayta muvozanatga keltirildi. Demak, rux nam havoda suv bilan, ya'ni karbon tanglik bilan gidrokarbonat hosil qilgan, xuddi misga o'xshab turib adashmasam yoki boshqa nimadir. Xo'p, harakat qilindi. Bu jarayon uchun zarur bo'lgan elektr. Xo'p, demak, suv elektroz qilindi. Bu yerdan rux topilsa bo'ladi. Ya'ni suv H2 elektroz qilyapti vodorod plus 1/2 kislorod. Ya'ni 18 gram suvda 0,5 mol vodorod chiqyapti yoki 16 gram. Menga moldan ishlashyapsan lekinchi. Elektr bu 1 molga 3 mol degani. 3,05 ga ko'paytirsam sarflangan kislorod 1,5 mol ekan. Endi rux 1/2 kislorodni reaksiyaga kirishib turib, rux oksidi hosil qiladi. Xo'p, mana bu 1,5 mol, bu 0,5 mol. Xo'p, rux 1 mol deyman, ham 65 gram deyman. Ham molini ham gramini topib ketaman. Demak, bular nisbati 1 ga 3. 1 ga 3 bo'ladi. Xo'p, ham rux oksid. Xo'p, rux oksid 65 ga 81 bo'ladi. 81 ni 4 ga ko'paytirsam 243. 65 ni 3 ga ko'paytirsam 180. Xo'p, 180 ga 15, 195. 195 gram rux ekan. Ya'ni 3 mol degani. 3 mol degani. Xo'p. Tarozining chap pallasiga rux qo'rindilarini olish uchun qo'shimchasi hech qancha bo'lmaydigan. Xo'p, galmiy ishlatiladi rux olish uchun. Xo'p, galmiy aytdim, rux karbonatdan olinadi demak. Xo'p, rux karbonatdan rux olinibdi. Xo'p, mana 3 mol, 1 mol rux karbonat. Xo'p, rux karbonat. Bu ham 3 mol bo'ladi, lekin massasini ham topib ketish kerak-da. Xo'p, 125. 125 ni 3 ga ko'paytirsak, xo'p, 75, 375 gram. Bu turibsan. Yoki 3 mol desa ham bo'ladi. Xo'p, keyin men bu yerda tushunadigan narsasi, tarozi pallasini, chap pallasini quruqdan olish uchun deyapti-ku, muvozanat kelganda, demak, o'ng tarafda ham 143 gram bo'lgan. Ya'ni men bu falsetam. Xo'p, sulfat massasi ham 240 gram bo'lgan demoqchi edim. Keyin, xo'p, hech narsa erimaydigan galmiy ishlatildi. Ushbu rux mineralni to'liq eritish uchun deyapti, ya'ni rux galmiy haqida gapiryapti. Xo'p, sarflandi. Xo'p, topib keta qolaylik sirazi. Rux karbonatni eritish uchun mashq sarflangan bo'lsa, ikkita rux gidroksid cho'kmay tushadi. Rux xlorid hosil bo'ladi qanaqa? Xo'p, rux gidroksid keyin bo'ladi. Natriy gidroksid keyin qo'shilgan, to'g'rimi? Plus karbonat tanglik plus suv chiqadi. Xo'p, karbonat tanglik chiqib ketadi. Xo'p, mana 3 mol. 6 mol sarflanyapti, 3 mol hosil bo'lyapti. Xo'p, gramda kerak, 44 gram desam, 1 deb turib chiqib ketsa. Xo'p, 44 ga ko'paytirsak 132 edi. 132. Xo'p. Endi xo'p, eritmaga. Xo'p, demak, eritma massasini topsam bo'ladi. Ya'ni xo'p, 1000 millilitrimda xo'p 6 mol 1,5 mol o'zmanda 6, ya'ni 4 barobar. Eritma hajmi 400 millilitr chiqadi. Eritma massasini topsam, hajmini 3 ga ko'paytiraman. 4000 ga ko'paytiraman. 1,5 ga 6000 bo'ladi gramda. Demak, eritmamga xo'p 6000 gram eritmamga qo'shilibdi 375, lekin chiqib ketgan 132. Qancha qolyapti? Xo'p, bundan aytsak, xo'p 3, xo'p 4, xo'p 2. 6243 gram hozircha bor eritma. Xo'p, shu itdan keyin cho'kma ajratib shunchagina cho'kma. Demak, xo'p, bunga rux xloridga, demak, hosil bo'lgan rux xlorid eritmasiga natriy gidroksid qo'shilgan. Xo'p, bunda rux gidroksid cho'kmaga tushadi, plus
Natriy xlor hosil bo'ladi. Tarozonda shunday gram cho'kma ekanligi ma'lum bo'lsa-da, xo'p, demak, mana buni 3 molligi aniq bilaman. Demak, 1 mol, xo'p, 80 gram, demak 240 gram qo'shilgan, mana 240. Xo'p, urug' gidroksid 65 ga 34, 65 ga 34 99 mi? 99. Xo'p, 99 biz 99 3 ko'paytirsak, xo'p, 27 27. 297 297 gramlar chiqib ketibdi. Demak, mana bu 6243 ga qo'shilgan 240 lekin chiqib ketgan 297. Demak, 3 dan ayirsam, xo'p, 3 dan 6. Xo'p, 4 dan 4 ga 4 qo'shib 8, 8 dan 9 ayirsam 1. Xo'p, 2 ga 2 ni qo'shsam 4, 4 dan boya 1, 2, 3 ayiraman. Xo'p, 3 ayirsam 1. Xo'p, 6 bo'ldimi? Adashdimmi? Mana 8 bo'lardi. 8 dan 6 yana gram, ya'ni oxirgi eritmani beryapti. Xo'p, lekin mana cho'kma aytyapti 242 deyapti. Demak, cho'kma 222 422 bo'lsa, uzr. 297 bu galmi. Aytsam, bu kelib chiqadi. Xo'p, 422 dan ayiraman 297 ni. 425. Bu 425. Bu hech narsa, mana bu galmi hech narsada erimaydigan, erituvchilarda erimaydigan degan narsasi bo'lib chiqyapti. Chunki menda cho'kmalar deganda ikkita cho'kma bo'lgan. Cho'kmani bittasi, значит, urug' gidroksid bo'lsa, qolgani o'sha hech narsada erimaydigan galmiga hop chiqindi qismi. Endi bundan asoslangan 10 palladagi hosil bo'ladigan eritmaning foiz konsentrasiyasini hisoblaymiz. Bunga asosan 10 palladagi hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblang deyapti. Xo'p, birinchi hisoblaymiz. Mana narsa bor. Bitta dastlabki eritma 195 bo'lgan, keyin 240 bo'lib qoldi degan narsasi bor-da. Havoda suv vaziyatida konsentrlangani gidroskopik xususiyati bo'lgani uchun suv tortib oladi. Demak, dastlab 195 bo'lgan 81%li 81% deb yozing. Keyin bo'lib qolgan 243 gram, ya'ni mana urug' oksidni massasiga teng bo'lib qolgan. Dastlab urug' bo'lgan, keyin urug' oksidga teng bo'lib qolgan. Suv tortib olishdan keyin nechadir foizli. Mendan shuni so'rayapti. Foiz qancha? Xo'p, bu yerda nima bor? 240 bilan 81 qisqaradi degan narsasi bor, ya'ni 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqaradi. Demak, 195. 195 ni 3 ga bo'lish kerak ekan. 195 ni 3 ga bo'lsam, 19 ichida 6 ta bor. Xo'p, 15 qoldi, 65% bo'libdi. Demak, birinchim 65%. Xo'p, dastlabki tarozi pallasiga qanday massadagi rug' qirindilari solinganligini top deyapti. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisini topsam, qanday rug' qirindilari solinganligini top deyapti. Rug' qirindilari demak 195 gram bo'lgan. Sep. 195 gram bo'lgan. Uchinchisi galmi mineralning tozalik darajasi galmida. Xo'p, demak, mana bitta 125 gram, 375 gram bo'lgan. Xo'p, qarang, endi bitta narsa bor. 3 ni topdik. Mana bu 375 degani. 3 ko'paytirib 125 edi-yu, 125 bor, keyin umumiy 4 ko'paytirib 125 bor. 125 ni 4 tasi degani 100%. Bu yerda 125 ta qisqarib ketsa, xo'p, tozalik darajasini topsam, 3 4 ga bo'lsam 75 bo'ladi. Ba'zida matematikligi bor-da mana shu yerda. Endi x ning qiymati x nima edi endi? X eritmani hajmimida x millilitrda. X millilitr mana bu 400 millilitr. Demak, to'g'ri javobi 4000 millilitr. 4000 millilitr. Xo'p, 5 qo'shilgan ishqor massasi. Qo'shilgan ishqor massasi mana bu 240 gram.
Xo'p, 5-inchisi 240 gramm va oxirgi aytmagan moddaning eruvchanligi. 8-sinf ashxlor mavzusi. Xo'p, ashxlorda yozilgan vodorod xloridda o'sha yerda natriy xlorni eruvchanligini 8-sinf darslikda 35.6 yozgan adashmasam. Chunki H xlori MR 36.5 edi, o'shanga teskarimidi, shunga o'xshash edi. Demak, 6 javobi 35.6 0 gradus eruvchanligi. Shunaqa gaplar.